Mine oy. Salomat keldingmi Fukam? Keldim aka, yine ahır keldim aka. Onda sapımı koyup ama iskettim. Aka islip koydum. Sana boğan muhabbetim özün namaya koyup kaldım. Ya bu çüre kolunu kilekine kalbimni sıkıp ettim. Bana fikirli buldu. Qara Fukam. Mavide uzun çeş bir balans var yine. Bir saptım şu oyunun fanons tek bu. Bu uyga qalan adamlarni kirgizmaydi. Şuna men seni O'zbekning kelgan xaridor deyman. 300 ming pul bilan kelibdi. Misha toshaq malal deyman. Mao o'zi savdo qiziqadigan nima? Savdoga amroq. Shu ashta deb, men 3-4 kunda mishada seni xaridor deb o'xshab ketamiz. Qolganni men o'zim o'xshayman. Sen amalga chandolmay jiqqa qilmay sana bo'ldi. Mana? Ha? Maqchira. Şunun bilan bugun kechdagi musobaqa qayerga ketyapti? Qaysi komandaga tiksa demsa 15 kun yo'q, 10 tikib, so'ngga tikib, yanchiqlar chiqarib kelib qoldi. Hayotda Sayfiyoxon chiqaman. Chiqib, talablarim bor mening. O'zimningki shaxsiy. Talablarimni hamma deyman. Shu talablarimga Sayfiyoxonning ma'qul kelsa, to'qqa tikaman. Bo'lmasa tikmayman. Qanday talablaring bor aka? Tapaqa. Yaxshi pul topadigan shu tang chiqmamdi. Sayfiyoxonga chiqib deyman men. O sizlarningki bili, manjid futurdi deganni olmayman. Bu faqatla futurdiganlar bir ilishga bu. Maftudu uni olmayman. Umi pul topolmayki. Mening talabim 90 minutning ichida yomg'ir yog'amdi, yog'mamdi. Yomg'ir yog'ib chaqmoq chaqmamdi. Ya tavirmamdi. Selo suv içemdi, içmemdi. Selo suv içip qaz, bir axamni ichidimdi, azra qo'qiyamdi. Selo ichgan suvni messi içemishmamdi. Mandan narsaga olsak, yana bir gap bo'lib qoladi. Ma bo'ldi-ki, Juma aka, o'ylish baqsaq bo'ldigan ishga ma o. Aka, ma qiltirib kimga kirdingmi? Tunigan to'piq tikib bitirayotgan bu yoq to'p tiqamagan jamg'on aka bo'ldim. Mana ildizni qildim. Valla bu yoqni tanishtirib etay. Bu yoq O'zbekistonlik tijoratchi Sardor aka. Qumdak pul bilan kelibdi. Malag'li. Shu tushib o'tgan jarayonda biz mush mallarni ilishib bergach, bizning uyda turib tursan qanday? Aka, bu o'zbek deydi-ku, o'zbekchani sudek bo'ltonga parangish baqmamsa? O'zbekistonlik o'zbekdanmi bu qartoqsi? Shunda olib qoldi. Sardor aka bizning meminimiz oldi. Uzoq bo'libdiki o'zbeklardan paranglashmoqni. Bir paranglish baqaya sotdi. İşte qilay bir. Ha, Sardor aka, yaxshimisiz? Qachon keldingiz bu yoqqa aka? Endi biz sizga qanaqa yordam qilsak bo'ladi? Nima olasiz? Sizga nima mol kerak? Emni çinip kaldık aka, emni çinip kaldık. Aman yok. Qopaqvash biladigan o'zbekcha gapingni davamamsa. Ya Sardor aka, gapiring. Xijolat bo'lmang. Ya nimdeyme. Biladiganlar o'zbekcha gapingni demamsa, chanmaydi. Bocalar. Nimdeydi, o bocalar deb chiriydi-ku. Senin o'zbekcha ko'yining ketib qolgan o'xshaydi, Juma qarib ko'z. Ya mening ko'yinim yaxshi endi, haqiqiy o'zbek o'z tushundim gapimni aytibdi, yamarda paqaya. Ya Sardor aka, men sizga ko'p gapiryapman, siz tinqayib turib bojalar deyapsiz-da. Tushunmayapsizmi aka? Xijolat bo'layotgan bo'lsangiz, xijolat bo'lmang, hammamiz erkak bitta. Qani bir o'zingizni bir tanishtiring bizga. Emdi nimdeyme aka? Nima desang-da? Ishqib gapni qamlashtiramsan, talat qilsa, qaqni o'zing tirish. Tamam. Qiltirib bu o'zbekning tog'dan bog'dan kan bu. Sen qanday paramizsa bunga o'zbek fuqamchasa?
Ha bu tigi O'zbekistonlik o'zi narati cho'ng'an bu. Lekin o'zbekchani taz yaxshi so'zlayolmaydi, ammo uyg'urcha so'ma u. O'zim chotdi-da degan yeri. Shundiri. Gap qilay qartoqsi. Xitoy o'taman yerda. Mashina qo'tdilar deb. Ya aka men chiroyli salmimni qilib kiray degan. Mavi o'zbek bo'lsa uzun choch pulg'amroq deganda. Men nim bilmay bir rol kirib chiqolmay qoldim. Sen mana u kim burundan chiroyli gap qolaysan ekan-ku. Chiroyli salmonni qilib kirsan, bizning dasturxon uchuq sana. Men qapoq ochdan keyin kirib, men o'zbek deb bizni chanmay berdi. To'xta, xush kelibsa. Mana uy kirib, mana munchilar tushib bir pakizlanib chiqib. Qo'ltiqdan chiqqan harorat xanjani ko'tarib bunam tiqyapti hozir. O'zim kelib mana munchilar tushib qo'ydi. Ya adash mendan xafa qolmagansan. Chiqib sening 10 yillik foydang yo'q. To'shaq zinavon eskansan. Mushtada men tashib o'tmaydigansan. Ha nurg'u odamlar tomogining ziyonligini fuqdi. Tashlatamda aroqning ziyonligini fuqdi. Tashlatammi? Sening zinon bor. Tashlanmaydi.